Kimga ishonayotganingizga ehtiyot bo'ling. Tuz va shakar bir xil ko'rinadi. Bu dunyoda hech kimga ortiqcha bog'lanmang. Hatto o'z soyangiz ham sizni zulmatda tark etadi. Hayotingizdagi eng yaxshi onlardan ba'zilari hali sodir bo'lmagan. Yomon odatlar qulay karavotga o'xshaydi. Kirish oson, chiqish esa qiyin. Vaqt har doim kimnidir siz uchun haqiqatan nimani anglatishni ochib beradi. Hamma bilan dardlashmay turib, tuzalishni o'rganing. Siz kim bo'lishni istasangiz, shunday bo'ling. Baribir odamlar sizni baholashadi. Mehnatsiz muvaffaqiyat izlash ekilmagan joydan hosil kutish bilan barobar. Noto'g'ri odamlardan voz kechmasangiz, to'g'ri odamlarga duch kelmaysiz. Agar ongni o'zingiz nazorat qilmasangiz, uni kimdir boshqaradi. Agar ba'zan qulamayotgan bo'lsangiz, shunchaki sirg'anib yuribsiz. Dastlab og'riydi, keyin kuchli qiladi. Har doim sizning qadriyatingizni ko'rmaydiganlar bo'ladi. Ular o'zingiz bo'lmasin. Boshqalar qila olmaydigan ishni qiling va boshqalar bo'la olmaydigan odamga aylanasiz. Besh yil oldin shu joyda bo'lishni orzu qilganingizni eslang, o'ylab ko'ring. Agar odamlar sizni tanlov sifatida ko'rsalar, siz ularni qaror sifatida tark eting. Tajriba boylikdan ustun. Xotiralar hayotning haqiqiy xazinasi. Sizni sevuvchi odamlar juda ko'p. Sizni sevmaydiganlarga e'tibor bermang. Hayotda eng xavfli narsa xavfsiz yo'lni tanlashdir. Kurashishdan uyalmang. Manzilga erishish uchun mehnatdan uyat yo'q. Ko'zingiz xiralashgan bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tib hammasi ravshanlashadi. Tanangizni ehtiyot qiling. Sog'lik boylikning boshqa ko'rinishidir. Siz soat uchun emas, soatga olib kelgan qiymat uchun haq olasiz. O'zingizni takomillashtirishga shu qadar band bo'lingki, boshqalarni tanqid qilishga vaqt topolmang. Yolg'iz qolganingizda fikrlaringizni, odamlar orasida esa so'zlaringizni ehtiyot qiling. Hozir siz istagan joyda emasligingiz bu yetarli motivatsiyadir. Intizom hozir istagan narsangiz bilan eng ko'p istagan narsangiz o'rtasidagi tanlovdir. Hammani ham hayotingizga aralashtirmang. Ba'zilari sizning muvaffaqiyatsizligingizni xohlaydi. Rejalashtirmaslik mag'lubiyatga tayyorgarlik ko'rish demakdir.